Assalomu alaykum, hurmatli Plan Garden obunachilari. Bugun sizlar bilan damskiy palchka, ya'ni Husayni uzumini qanaqa qilib xomtok qilish kerakligi haqida gaplashib o'tamiz. Bir ikkita sizlarga misollar ham ko'rsatib beraman. Qanaqa qilib xomtok qilish kerak, qachon qilish kerak mana. Uzumlari уже ko'ringan mana. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, mevalari bor, inshaalloh yaxshi. Mana mevalari bor. Gullamasidan oldin xomtok qolishingiz kerak bo'ladi. Xomtok qanaqa usulda qilinadi? Sizlarga hozir batafsil tushuntirib beraman. Mana mevalarini ko'rinishi bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda gullab qo'ymasidan oldin xomtok qolish kerak bo'ladi. Mana shunaqa o'zi tepalarga qarab chiqib ketadi. Mana men bilan ko'rishingiz mumkin. Bu men yoqda xomtok qilingan variantini ko'rsataman sizlarga. Mana akkuratniy bo'lib chiqib keladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Qatidan bayni olish kerak, qatidan olish kerak emas. Mana shu bitta chiqib kelayotgan nodamiz bu pashtex usulida ko'milgan bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu uzum beradigan noda, meva bergan noda, mana bu uzumgacha bo'lgan joyda bay qoldirilmaydi. Bay tozalab tashab, polni ochib qo'yiladi. Qolganlari ham xuddi shunaqa tartibda olib ketilinadi. Uzumgacha bo'lgani olinadi. Mana uzumgacha bo'lganlari olinib ketilaveradi. Uzum yo'q nodalar bo'lsa, bemalol olib tashaversanglar bo'ladi. Ortuvchi quvvat olib yotadi, ular shart emas. Yana yangi tagida kurtelar bo'ladi, o'shandan o'sib chiqib oladi. Xo'p. Mana yana bitta misol qilib ko'rsatsam. Uzumigacha bo'lgani ochiladi. Mana bunaqa kerak emas, mevasi yo'q. Niholli olib tashaladi. Bemalol olib tashasanglar bo'ladi. Mana uzumigacha bo'lgan joy baya ochiladi. Mana bunaqa kerak emaslar. 1 yilliklar, bu yil chiqqan yangilar aynan gullab ketmasdan oldin olib tashalsa bo'ladi. Bemalol. Tirs qilsa aynan mana shunaqa payt qilinganda yo'linishlari, uzilishlari, sinishlari oson bo'ladi, qotib ketmagan bo'ladi hali. O'shanga ayni vaqtida qachon xomtok qilish kerak, nima qilish kerak, o'shalarni tushunib olish kerak-da. Keyin bemalol xomtok qilsanglar bo'ladi. O'shanda uzuminglar zo'r bo'lib pishib beradi. Xo'p, bu Husayni uzumimiz o'zi ancha yildan beri bor. Buni mana bu yoqdan chiqib kelayotgan nodasidan tepaga qarab ketgan edi. Buni men pashtex usulida ko'mib turib, mana bitta noda, mana shu liniya polni ko'milgan. 2 ta noda, 3 ta noda qilib chiqarib yubordim. Endi bahor kelganda bu yer qaziladi, ochib turib, mana shu har bitta ulangan chiqqan joydan bo'lib qo'yiladi. Xudo xolisa ungacha ildiz otgan bo'ladi. Lekin mevasini ishlatib, yeb, bemalol foydalanib tursanglar bo'ladi. Qachonki ildiz otib, yana yangi uzum ko'chatlari hosil bo'lguncha. Xo'p, endi mana bu nodamizni boshlaymiz xomtokini. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda kerak emas baylarni olib tashlaymiz. Bemalol cho'chmasdan olib tashaverasizlar. Chunki mana bu yoqda yana kurtelari bor o'zini. Yana bemalol o'sib chiqib oladi. Mana uzumigacha bo'lgan joyi olinadi, qolgani qoladi. Yana mana bu yoqda uzumigacha bo'lgan joyi olinadi, qolgani qoldiraverasizlar. Mana. Xo'p. Shu tartibda bemalol xomtoklaringlarni qolsanglar bo'ladi. Hozir ayni payti mevalari qilgan gullamagan. Gullamasdan oldin qolsanglar yaxshi. Gullab qo'ygandan keyin qiladigan bo'lsanglar, har likillaganda guli to'kilib, mevasi ham to'kilib ketib qolib, hosilinglar kam bo'lib qolishi mumkin. Atak uni ham zarari yo'q. To'kilib ketib qoldi degani bu meva yo'q degani emas. Mevasi yiri bo'ladi, kam bo'lganini hisobiga. Mayda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bilinglarki, mevasi ko'p degani. Mana hozir uzumlarimizni bitta-bitta tortib,
xomtoklarini qilib chiqaman. Qilib chiqib bo'lgandan keyingi holatini qo'yib boraman. Yozda ham hali pishganda bitta mevalar qanaqa bo'ldi, qay holatda bo'ldi qo'yiladi. Xudo xolisi mana shu uzumimizning ko'chatlaridan bor. Kimga kerak bo'lsa qalamchilik qilib qo'yilgan. Uylarda oddiyroq uzumlarni alishtirib, yaxshi uzum ko'chatlardan ekib turib, yaxshi mevalar yeyman desanglar, bemalol direktdan yozib aloqaga chiqishinglar mumkin. Bundan tashqari yana boshqa ko'chatlar ham bor, sekin-sekin qo'yib boramiz. Mana shu so'rini o'zidan, xudo xolisi mana shu ikkitali so'ridan. Xo'p. Mana bunaqa 3 ta paket chiqdi. Endi bu mana bunaqa yaxshi baylar terib olinadi-da. Tok ovqat qilganda xudo xolisi ishlatilib ketadi. Sveji, dorilanmagan o'zlari uydan chiqqan. Sizlar ham mana shunaqa qilib yig'ib, chiroyli ko'rinishda ovqatlarga ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, xomtoklarimiz bo'ldi mana xudo xolisi. Xo'llar ham ancha ochildi. Daraxt o'zi ham oralaridan shamol o'tib, maza qotgani bilinyapti mana. Kal qilib tashabsan-u, kal bo'lib ketibdi-yu demanglar. Bu chunki xomtokda shunaqa bo'ladi. Kerak emas bachkilari olib tashab, kerak emas novdalarni olib tashab, mana shunaqa chiroyli havo o'tadigan, shamol aylanadigan ko'rinishga olib kelinadi. Keyin mana ko'rasizlar. Men bularni olib tashashga cho'chimanglar, chunki mana ko'rishingiz mumkin. Xomtok qilgandan keyin baribir kurtelar bo'ladi. Kurtelardan mana bunaqa yana bay chiqarib oladi. Yozda kuyib ketmaydi bu, hech xavotir olmanglar. Yozgacha ham hali qancha bor mevalari o'sib bungacha yana yangi baylar chiqarib, mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Yana yangilar chiqyapti. O'shanga xomtok iloji bo'lsa 1 yilda 2 marta qilinadi. Birinchisida mana shu uzum gulla bo'lguncha qilinadi. Gulla olguncha, mevasi tukkandan keyin gulla olguncha qilinadi. Mana. Keyingisi bo'lsa kuzda hosillar terib olingandan keyin bunday shakl berib, cho'chchi papratka qilganda shunaqa qilib chiroyli qilib qo'yiladi. Mana. Bu damiski palchga Husayn uzumlari bo'ladi. Yozda katta bo'lib, kasr-kusur bo'lib pishib beradi xudo xolisi. Endi xudo xolisi yozda pishgandagi holatini qo'yib ketamiz. Mana. Undan tashqari damiski palchga Husaynidan tashqari yana rizamat kabi yana undan ham boshqa uzumlar bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, xudo xolisa qarab, qiziqib tashkillashtirib beramiz. Bahordan yana yangi ko'chatlar chiqadi, xudo xolisa. Plan Garden kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Xomtok qilishni bilmaydigan tanishlaringizga videoni bemalol sekingina tashab qo'yaversanglar ham bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar.